Assalomu alaykum chorva sevuvchi akalar, chorva ishqibozlari. Bugun sizlar bilan mana agregat boshladik, xudo xolasa akalar. Qo'yni ungini olishni boshladik. Zo'rlardan mana zo'r xudo xolasa. Kunlar ilib bugun 27 fevral haftaning juma kuni hammalaringga muborak bo'lsin. Ramazon oyi muborak bo'lsin akalar. Mana qo'ylarimizni olishni boshlayapmiz. Akalar, adreslarimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, Optumchilar qishlog'idan. Mana bir joy bo'lsa akalar 5 milliondan xayri bor. Yoshlar 10 oylik plus minus. Bo'ylari 75-80 ketaveradi. Manzillarimizga o'tdik. Chorva Bo'ston mahallasi, Tepaqo'rg'on qishlog'i Bo'ston mahallasi. Chorva ko'chasida akalar. Yuqonqilar qurbonlikka rosa tayyor bo'ladiganidan. Soni bu yerda 15 dona akalar. Yirik partiya ham bor. Ko'ryapsizlar. Bu videoda katta kichik ko'rinadi. Bular barra qo'zimas, boshqa emas. Bular 10 oylik plus minus akalar. Qurbonlikka tayyor bo'ladigan variantidan. Bo'ylari 75-80 gacha. 5 milliondan xayri bor akalar. Yuqonqilar kallab olishga ham kelishamiz. Akalar, mana ikkinchi partiyamizga bir joyga bo'lsa 4 milliondan ketaveradi. Bular ham yoshlari. Mana eski qo'zilar, bitta ikkita mana yangi qo'zimiz bor. Bu ham barradan chiqqani bor ichida. Juniga tegmadik. Shu narsa ketaveradi akalar. 4 milliondan bir joyga vodiy bo'ylab dastlabki qilaveramiz. Günün olishni boshladik mana. Yengillab qoldi qo'ylar. Buni olinib. Bo'ylari 70-75 gacha ekan. 70 plyusga beraveradi. Ichida bitta mana shu oqi bor. 65 plyus. 65 atrof o'ynab chiqadi. Qo'ng'illar saklar, suyali qo'ylar. Qo'shqor bari.